Kechasi birdan uyg'onib ketasizmi? Soatga qaraysiz, soat kechasi 2 yoki 3 bo'lgan bo'ladi. Yuragingiz tez urayotganini his qilasiz. Bezovta bo'lasiz va eng yomoni, qayta uxlay olmaysiz. Ko'pchilik buni stress, yosh yoki oddiy uyqusizlik deb o'ylaydi. Ba'zan haqiqatdan ham shunday bo'lishi mumkin. Lekin ayrim insonlarda sabab boshqa joyda bo'lishi mumkin. Savol: organizm sizni nega aynan shu vaqtda uyg'otadi? Biz uxlaganimizdan keyin ham organizm ishlashda davom etadi. Miya, yurak, o'pka va boshqa a'zolar ishlashi uchun energiya kerak bo'ladi. Lekin biz uxlayotgan vaqtda ovqat yemaymiz. Shuning uchun organizm energiyani boshqa manbadan olish kerak bo'ladi. Bu vazifani asosan jigar bajaradi. Jigar glikogen deb atalgan energiya zaxirasini saqlaydi. Kechasi esa bu zaxiradan foydalanib, qonda qand miqdorini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Agar bu tizim yaxshi ishlasa, odam tun bo'yi uxlaydi va organizm energiya bilan ta'minlanadi. Lekin ayrim holatlarda bu muvozanat buzilishi mumkin. Ayniqsa insulin qarshiligi, jigar yog' bosishi yoki metabolik muammolar bo'lsa. Nega aynan soat 2-3 atrofida uyg'onasiz? Ba'zi insonlarda jigar energiya zaxirasi bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Natijada organizm qonda qandni me'yorda ushlab turish uchun qo'shimcha mexanizmlarni ishga tushiradi. Bularga kortizol, adrenalin va boshqa stress gormonlari kiradi. Bu gormonlar esa organizmga uyg'on, energiya kerak degan signalni beradi. Oddiy qilib aytganda, jarayon quyidagicha rivojlanadi. Jigar glikogen zaxiralari kamayadi, qonda qand esa biroz pasayadi. Organizm esa buni xavf sifatida qabul qiladi. Natijada kortizol va adrenalin kabi stress gormonlari ko'tariladi va aynan shu gormonlar odamni uyg'otib yuborishi mumkin. Ya'ni ayrim kishilarda muammo uyquni o'zida emas. Muammo organizmni kechasi energiyani qanday boshqarayotganida bo'lishi mumkin. Shu sababli ayrim kishilar birdan uyg'onib ketishadi. Yurak tez urayotganini sezishadi, bezovtalik his qilishadi. Qayta uyquga ketish qiyin bo'ladi. Bir narsani nazarda tutaylik. Kechasi uyg'onishning sabablari ko'p. Masalan, stress, tashvish, depressiya, uyqu apneyasi, ayrim dorilar, qalqonsimon bez kasalliklari yoki boshqa tibbiy muammolar. Shuning uchun har bir holatni shaxsan baholash kerak bo'ladi. Lekin metabolik omil ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Ayniqsa boshqa belgilar ham mavjud bo'lsa. Qorin yog'i ketmasligi, ovqatdan keyin uyqu bosishi, xoma iyarni ko'tarilishi, jigar yog' bosishi yoki shirinlikka bo'lgan kuchli xohish. Bu belgilar birga uchrayotgan bo'lsa, muammo faqat uyqu bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Yana bir qiziq jihat bor. Ko'pchilik kechasi uyg'onishni faqat uyqu bilan bog'laydi. Lekin ayrim holatlarda muammo kechki ovqat bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa juda kech ovqatlanish, ko'p shirinlik, shakarli ichimliklar yoki katta hajmdagi uglevodlar. Bu holatlar ayrim insonlarda qonda qandni tungi muvozanatiga ta'sir qilishi mumkin. Albatta bu hamma uchun bir xil emas. Lekin ayrim bemorlarda ovqatlanish odatlarini o'zgartirish bilan tungi uyg'onishlari kamayishi kuzatiladi. Agar siz kechasi 2-3 atrofida uyg'onib ketayotgan bo'lsangiz, yuragingiz tez urayotganini sezsangiz, bezovtalik his qilsangiz va shu bilan birga qorin yog'i, ovqatdan keyingi uyquchanlik yoki metabolik muammolar mavjud bo'lsa, bu holatni faqat uyqu muammosi sifatida qabul qilmaslik kerak. Bu holatda organizm bizga metabolik tizim haqida signal berayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p insonlarda bu jarayon uxlayotganda emas, kechki dasturxon atrofida boshlanadi. Kechki ovqat tarkibi, ovqatlanish tartibi, shirinliklar, insulinning tungi faoliyati. Keyingi videoda milliy taomlarimizga metabolik nuqtai nazardan qaraymiz. Nega ayrim ovqatlar insulinni keskin ko'taradi? Qaysi odatlar organizmga ortiqcha metabolik yuklama beradi? Va nima uchun bir xil ovqat ikki kishiga mutlaqo boshqacha natija berishi mumkin? Keyingi videoda ana shular haqida gaplashamiz.